Hammaga salom. Ushbu videoda Blender 5 dagi yangiliklar haqida gapiramiz. Eng asosiy o'zgarishlarga to'xtalamiz. Shu narsani ham aytib o'tishim kerak. Blender 5 da juda ham bir Blenderni oyog'ini osmondan qilib tashlagan katta o'zgarishlar yo'q. Asosan yaxshi yangiliklar bor. Juda ham ko'p ko'zga ko'rinmaydigan mayda yangiliklar ham bor. Ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Demak, boshladik. Blender 5 ni ochishimiz bilan mana splash screenni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ba'zi bir yangiliklar bor. Juda ham kichkina yangiliklar bor. Mana bunaqa ikonkalarni almashtirilganiga o'xshagan, lekin bu yerda bitta yaxshi imkoniyat, mana bu yerda more poisk bersa bo'ladi. Ya'ni yaqinda ochilgan fayllarni yana ham ko'prog'ini ko'rish yoki ularni poisk berib topish imkoniyati bor. Mabodo splash screen yana kerak bo'lsa, mana Blender ikonkasi bo'lsa, splash screenni ochib olasiz. Keyin menda Blender interfeysi kattaroq ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Buni mana bu yerda edit, preferences, interface, mana buni men 1.5 qilib qo'yganman. Odatda 1 bo'ladi. Xo'sh, interfeysdan boshlaymiz. Juda ham katta o'zgarishlar yo'q, kichkina qulayliklar bor. Masalan, ko'zga ko'rinmaydigan narsalar bor. Masalan, mana bu yerda edit, preferences, xo'sh, interface va corner handles degan narsa bor. Mana bu yerda burchaklardan ushlaydigan joyni belgichalarini qo'yishgan. Bu unaqa katta o'zgarish emas. Yana bu yerda matcaplar bor. Bir ikkita yangi matcaplar, oldingi matcaplar ham salgina yaxshilangan, ko'rinishi ayniqsa sculptingda bu narsadan foydalansangiz farqini sezasiz. Xo'sh, outlinerga keladigan bo'lsak, outlinerda ba'zi bir o'zgarishlar bor. Oldin masalan, keling yangi collection yaratamiz bir nechta. Xo'sh, bu yerda collectionlarni izolyatsiya qilish mumkin, ya'ni bittasini ko'rsatib, qolganlarini o'chirib qo'yish mumkin. Raqamlar bilan misol uchun, birni bossangiz faqat birinchi kolleksiya, to'rtni bossangiz faqat to'rtinchi kolleksiya. Oldin bu narsa mana sahnada turib qilinardi, hozir bu yoqqa kelib qilish kerak. Bu birozgina tushunarliroq desa bo'ladi. Ya'ni adashib birorta raqamni bu yoqda bosib qo'ysangiz, mana bu yoqda kolleksiyalar o'chib yonib qolmaydi. Xo'sh, yana bitta narsa, biz kolleksiyaga qo'shayotganimizda birorta obyekt masalan belgilardik va M ni bosardik, kolleksiyalarga qo'shardik. Hozir bu yerda izlash imkoniyati ham bor, chunki ba'zida kolleksiyalar juda ham ko'payib ketadi, proyektingiz kattaroq bo'lsa, o'shanda M ni bosib, pastga qidirib yurmaysizda, mana bu yerdan poisk berib qo'ya qolasiz. Xo'sh, pastga Properties editorga o'tamiz. Bu yerda Shape keysda kattaroq o'zgarishlar bor. Masalan, mesh objektni belgilab, unga shape keys bersangiz bo'ladi. Bosamiz, bir nechta shape key, masalan, olaylik. Men buni masalan o'zgartiraman, GZ. Mana shu shape key endi masalan mana bunaqa ishlaydi. Bu yerda bitta ikkita narsa bor. Masalan, shape keylarni joyini o'zgartirish, ushlab tepaga pastga qo'yishingiz mumkin. Oldin bunaqa narsa yo'q edi. Masalan, mana buni bu yoqqa qo'yib qo'ysa, mana key 2 teparoqqa chiqdi. Bundan tashqari bir nechta shape keyni ham ushlab shunaqa yurg'izsangiz bo'ladi. Masalan, shift bilan yoki control bilan bir nechta shape keylarni ushlab olib boshqa joyga qo'yishingiz mumkin. Oldin bunaqa narsa yo'q. Menimcha buni yana ham sal yaxshilasa bo'ladi. Hozir bu yerda men bu tekstni o'qish kerak, qayerga joylashayotganini. Shunaqa narsa. Keyin yana bitta narsa, bu yerda birorta keyni belgilab, mana buni bosib make basis desa bo'ladi. Ya'ni mana shu key basis key bo'ladi. Mana bu endi oddiy key bo'lib qoldi. Bu narsani ham qilish mumkin. Xo'sh, shape keylarda asosan mana shunaqa o'zgarishlar. Ba'zi bir yana interfeysda o'zgarishlar bor, sezgan bo'lsangiz, kimdir shape keyni ko'p ishlatadigan bo'lsa ko'rgan. Xo'sh, yana bitta narsa, particle systemda kichkina narsa bu, ya'ni particle systemni hammasini olib tashlash imkoniyati. Mana remove all particle systems. Oldin bunaqa narsa yo'q edi. Xo'sh, modifierlarda ham bitta ikkita o'zgarishlar bor. Masalan, yangi modifierlar bor. Masalan, array yangilangan, curve to tube, scatter on surface kabi yangi modifierlar bor. Bularni ichiga to'liq kirib o'tirmaymiz. Bular asosan geometry nodes ga asoslanib ishlaydi. Masalan, array modifier oldingi bilan konsepsiyasi deyarli bir xil. Faqat narsalar yoqqa bu yoqqa almashtirilgan va bunaqa gizmo qo'yilgan, osonroq manipulyatsiya qilish uchun. Va bizga oldin alohida bitta obyekt kerak bo'lardi. Hozir bu narsa kerak emas. Xullas, qulaylashtirilgan. Bu modifierlarni har biriga alohida to'xtalib o'tirmaymiz. Bu alohida mavzu, balki yangi video qilarmiz bu narsa haqida. Xo'sh, Properties editorda boshqa narsalarda juda ham katta yangiliklar yo'q. Borini ham ko'pchilik ko'pincha ishlatmaydi, kamdan-kam ehtiyoj tug'iladi. Masalan, color management deb qulayliklar bor. HDR formatlar bor, bu mana shunaqa yangiliklar bor, lekin bu yoqda eng katta o'zgarish mana bu outputda. Biz har doim foydalanadigan narsa outputda masalan formatlarni tanlash, shunga o'xshagan narsalar o'zgargan. Biroz chalg'itib qo'yish mumkin. Oldingi dizaynga, oldingi stilga o'rgangan odam biroz chalg'ish mumkin. Bu yerda mana media type'da image yoki video qilish mumkin yoki mana bu multi layer EXR qilish mumkin. Odatda image bilan video bo'lardi. Masalan, image default o'zi image turadi va bu yoqda rasm formatlarini tanlashingiz mumkin yoki video qilib
Bu yerda keyin mana bu yerda encodingda video formatlarini ham tanlashimiz mumkin. Mana bu yerda misol uchun MPEG-4. Asosan mana shuni sal tushungan odam bu nima ekanligini tushuna oladi. Sal nima deydi, image nima, video nimaligini tushungan odam bemalol nima bo'layotganini topib oladi. Lekin mana shu tartibi sal o'zgargan. Xo'sh, ana endi pastga o'tamiz. Timeline hududiga ko'rib turibsiz, timeline emas, dope sheet bor. Timeline ga almashtirsangiz bo'ladi. Aslida timeline ni orada butunlay olib tashladi. Blender 5 o'sha rivojlanayotgan paytda olib tashlashdi, hozir yana qaytib qo'shishgan. Chunki timeline ancha soddaroq, juda ham kerakli narsa, lekin bu yerda hozir dope sheet bor. Dope sheetda ham bitta yangilik, mana pastda mana bunaqa timeline'chasi bor o'zini. Ya'ni play qilishingiz mumkin, pauza qilishingiz mumkin. Timeline funksiyalari dope sheetda ham bor. Lekin sizga soddaroq narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, timeline qo'shishingiz mumkin va timeline'da bitta ikkita o'zgarishlar bor. Shu haqida hozir qisqacha gapiraman. Xo'sh, bu yerda mana bu narsalar bir xil, oldingidek yuradi, to'xtaydi, bir xil. Lekin mana bu raqamlarga e'tibor qilsangiz, oldingidagi misol uchun 0, 10, 20 emas, qanaqa FPS ga qo'yilgan bo'lsa, o'sha bo'yicha ketadi. Misol uchun 0 dan 24 gacha. Hozir 24 FPS da turibmiz. Outputga kelamiz. Frame rate masalan 24. Mana buni masalan 50 qilsam, endi 0, 25, 50, ya'ni frame rate ga moslashadi. 30 qilsam, mana 0, 15, 30. Yaqinlashib uzoqlashsa ham bu raqamlar sal biza ham mazmunli. Oldingidagi faqat 0, 10, 20 emas, shunchaki raqam emas, bu yoqda FPS ni ham ko'rib olish mumkin. Xo'sh, yana bitta o'zgarish, mana bitta delta jump degan narsa bor. Jump by delta degan. Xo'sh, buni bossa hozir nima bo'ladi? Buni bossa o'sha 1 sekundni 1 sekund yuradi. Mana bu nima degani? Masalan, men 0 da bo'ladigan bo'lsam, mana buni bossam 24 kelaman. Ya'ni 1 sekundda 24 FPS mi, 24 ta frame o'tish kerak, o'sha 24 ta frame yuradi mana. FPS bo'yicha sakraymiz desa ham bo'ladi. Bu narsani o'zgartirsak bo'ladi. Men bu yerda frame qilib va o'sha frame ni belgilasak bo'ladi. Misol uchun 10 ta frame yurgan. Xo'sh, mana 10 ta frame yuradi endi. Yoki misol uchun sekund, misol uchun 2 sekunddan yur desak, mana bu yerda 24 FPS bo'lsa, bu 48 ta frame yuradi har sakraganda mana 48, 96 qilib ketyapti mana. Bu yaxshi yangilik, kerakli narsa va bundan keyin bizda snapping ham paydo bo'lgan. Oldin snapping degan narsa yo'q edi. Snapping ham tanlashingiz mumkin. Nimaga snap qilamiz? Misol uchun sekundga snap qilamiz, mana 24 ushlab yuraman, mana 20 mana shunaqa ketadi mana. Men buni startni 0 dan boshlasam, keyin to'g'riroq bo'ladi. 24, 48 mana. Sekundga, har bitta sekundga snap qilish mumkin yoki frame qilib, nechta frame, misol uchun 20 ta frame. Har 20 framega snap bo'ladi. Mana snapping imkoniyati ham bor. Xo'sh, yana bitta e'tibor qilishimiz mumkin bo'lgan narsa cyclesda bakingda, ayniqsa multi-resolution bakingda bizda ba'zi bir narsalar paydo bo'lgan. Masalan, keling, multi-res modifier beramiz. Xo'p, yaxshi yangiliklar bor. Masalan, subdivide qilganingizda, keyin bake qilishdan oldin mana buni 0 ga tushirib qo'yish kerak edi. 0 ga tushirib qo'yib, keyin bake qilinardi. Hozir unaqa narsa yo'q. Istalgan subdivision levelda bake qilishimiz mumkin. Bundan tashqari yana n-gonlar, ya'ni to'rt burchakdan boshqa sonli burchaklar bo'lsa ham nechta bu narsani ham bake qilish mumkin multi-resolutionda. Xo'sh, hozir ko'rsatgan narsalardan tashqari ham juda ko'p mayda-mayda o'zgarishlar bor. Blenderning backend qismida ham o'zgarishlar bor. Ya'ni bizning ko'zimizga ko'rinmaydi, lekin Blenderning ancha yaxshilagan o'zgarishlar ham bor. Bu narsani masalan ko'rsatib bo'lmasligi mumkin. Masalan, modifierlarni ishlash ancha tezlashgan. Mana bu yerda ba'zi bir simulyatsiyalarni ishlash tezlashgan, keshlarni hajmi kichiraygan, bu narsalarni hammasini misol uchun Blenderning o'zini saytida o'qib chiqish ham mumkin, lekin anchagina tezlashgan, yaxshilangan. Masalan, mana bu yerda edit preferences bu narsani oldin ham gapirgandik, mana systemda backend Vulkan. Ya'ni oldin OpenGL bo'lgan, hozir Vulkan. Blender 4.5 da ham bor edi bu narsa. Shuni o'zi ham Blenderning ancha tez ishlashi, yaxshi tezroq ochilishi, katta proyektlarni ochishi osonlashtirgan. Mana shu Vulkandan tashqari ham Blender juda ham katta proyektlarni, 100 millionlab vertexlarga, poligonlarga ega bo'lgan proyektlarni ocha oladigan bo'lgan Blender 5. Oldin bu narsalarni iloji bo'lmagan. Texnik bu narsalarning iloji bo'lmagan oldin. Mana shu ko'zga ko'rinmaydigan o'zgarishlar. Masalan, mana bu yerda yana bitta kichik narsa cyclesga o'tganimizda biza cyclesda mana bu yoqda pastda supported, experimental degan narsalar bor edi. Hozir hammasi supported. Bundan tashqari shu EV ni o'zida ham o'zgarishlar bor. Bu yoqda boshqa joylarda ham masalan compositingda, geometry nodesda, video editorda ko'p o'zgarishlar bor. Lekin odamlar sal kamroq foydalanganligi uchun va men o'zim ham shaxsan kamroq foydalanganligim uchun bu narsalarni hozir gapirib o'tirmayapmiz. Ko'pchilik 90% proyektlarda har doim ishlatilgan narsalardagi o'zgarishlarni aytyapmiz. Qolgan o'zgarishlar hammasi yaxshi yangiliklar. Xo'p, yana shadingga o'tadigan bo'lsa, shadingda o'zgarishlar bor. Chunki shadingda hamma ishlatadi, qanaqa proyekt bo'lishidan qat'iy nazar.
Xo'sh, bu yerda eng katta birdaniga ko'zga tashlangan narsa bu Shift A qilsangiz, mana bu menyu anchagina o'zgargan. Ya'ni boshqatdan tartibga solib chiqilgan nodelar. Bu yoqda nodelar o'chirib tashlab yoki yangilar qo'shmagan, shunchaki menyu tartiblari o'zgargan. Misol uchun mana bu yerda vektor degan narsa bo'lardi, o'shaning ichida normal map shunga o'xshagan narsalarni topardi. Hozir unaqa emas, mana utility ni bosamiz, mana bu yoqda vektor bor. Normal map, bump maplar mana bu displacement ni ichida mana. Va bu yerda eng menga yoqqan narsa oldin bo'lardi Blenderda orada yo'qolib ketgandi. Bu narsa bu node ni almashtirish. Misol uchun Shift S qilsak, node ni almashtirish mumkin. Orada yo'qolib qolishi shu imkoniyat Blenderda hozir yana qaytib qo'shilgan. Shift S va mana shu node ni boshqa nodega o'zgartirishimiz mumkin. Xo'sh, yana bitta ikkita narsalar bor. Bu yerda misol uchun group node degan narsa bor. Group node buni ham ko'pchilik ko'p ishlatadi. Bu group nodening ichiga 2 marta bosib kirish mumkin hozir. Oldin bu narsa yo'q edi va 2 marta bosib chiqish ham mumkin. Va uni ko'rinishi ham o'zgargan. Mana group node oldin mana bu yerda ikonkasi bo'lardi. Hozir mana bunaqa xuddi nodelarni bir to'dasiga o'xshaydigan qilib qo'yishgan. Bundan tashqari ham ba'zi bir o'zgarishlar bor. Shadingda muhim o'zgarishlar Blender imkoniyatini ancha kengaytirgan. Misol uchun bundles, closures, menu switch bor, radial, tiling degan nodelar bor. Bular haqida menimcha alohida videoda gaplash kerak, chunki juda ham uzoq mavzu, yangilik bu, yangi narsalarni o'rganishimiz to'g'ri keladi. Bu haqida alohida video qilamiz, shadingdagi katta o'zgarishlar haqida. Demak, asosiy o'zgarishlar mana shular. Yana bitta narsa esimdan chiqdi. Men bu yerda Dope Sheet'da mana bunaqa player bor dedim. Bu narsa faqat Dope Sheet'da emas, hamma animation editorlarda bor. Misol uchun Graph editorga kirsa, uni pastda mana knopkachani bosib qo'ysak chiqib keladi mana. Hammasida misol uchun non-linear animation hammasida mana shunaqa playeri bor pastda. Oldin bunaqa emas edi. O'shaning uchun orada bir timeline olib tashlashdi, lekin bar timeline juda ham kerak. Xo'sh, ana endi sizga eng katta o'zgarishni aytmoqchiman. Blender 5 dagi eng katta o'zgarish bu narsani misol uchun bilmadim qanaqa qilishgan, lekin juda ham zo'r. Bu mana bu yerdagi search ni mana ikonkasi bor. O'sha narsa bu tomonga qarab turibdi. Oldin narigi tomonga qarab turardi. Mana Blender 4 dagi ikonka, mana Blender 5 dagi ikonka. Demak, asosiy o'zgarishlar mana shular. Bundan tashqari ham o'zgarishlar ko'p dedim. Juda ham muhim Blenderni yaxshilaydigan o'zgarishlar bor. Ularning hammasini Blender saytidan ko'rsangiz bo'ladi. O'shaning linkini pastga qo'yib qo'yaman. Xo'sh, Blender 5 haqida nimadir o'rgangan bo'lsangiz, albatta videoga like bosib qo'ying va kanalimizga a'zo bo'ling, chunki Blender va Unreal Engine bo'yicha o'zbek tilidagi eng sifatli kontent faqat bizning YouTube kanalimizda. A'zo bo'ling, like bosing va keyingi videoda ko'rishguncha